Iltimos saqlab qo'yinglar. Yo'qotyapti bemor. Saqlab qo'yinglar. Qanday ketaman? Ham yo'q. Hayotini saqlab qo'yinglar. Aka, bemor yaxshimi? Yaxshi aka, xavotirga o'rin yo'q, hammasi joyida. Yaxshimisiz aka? Qo'rqitib yubordingiz, operatsiyondan yaxshi chiqdingiz. Qamalib ketamanmikin deb o'yladim. Yo'q ey. Hammasi ortda qoldi. Hamma yo'g'im yaxshi shu qo'lim sal lat yebdi-da. Bozorga qulpinoy yangi chiqqan ekan. Onam qulpinoy yesin deb bozorga chiqqan edim, sal shoshib qopman. Sal baxtsiz hodisa bo'ldi-da. O'zingiz ham tez kelib qoldingiz-da. Telefonga chalg'ib, sizni ko'rmay qopman. Ming bor uzr aka. Yo'q aka, hech qisi yo'q. Ertalab uydan chiqayotib, onam duo qilgan edi. O'g'lim, boshing omon bo'lsin deb. Ko'rib turibsiz. Onamning duosi sababli jonim saqlanib qoldi. Aka, bundan keyin rolda yurganingizda sizdan iltimos, telefonga chalg'imasdan mening, chunki maktab bolalari bor. Manzilda aytaman, onamga qulpinoy tashlab ketasiz endi. Meni ko'rib turibsiz. Bu ahvolda ko'rmasa, Xo'p bo'ladi aka. Xo'p bo'ladi. Albatta qurpinoy borib beraman aka. Xo'p bo'ladi, rahmat.